Ahmad ibn Hanbal Alloh subhanahu va taoloni tushida ko'rgan ekan. 100 marotaba ko'rgan ekan. Shunda u kishi so'ragan ekan. Endi yo Alloh tushda ko'rish, Allohni tushda ko'rish bu Allohni rasmoni ko'rish ma'nosida bo'lmaydi. Allohni ko'rgandek his qiladi. Mana shunaqa holatda kechadi. Mana bunaqa siz bilan bizning jismni ko'rgandaqa ko'rilmaydi. O'ziga xos holat va his shunaqa. Alloh bilan go'yo rozi aytishgandek bo'ladi. So'rabdilar: "Ya Alloh, senga bandang qaysi amal bilan yaqinlashadi? Eng senga yaqinlashtiradigan, senga eng ko'p yaqinlashtiradigan amal qaysi?" Shunda Alloh subhanahu va taolodan u kishiga javob bo'libdiki, mening kalomimni o'qish, Qur'on o'qish. Ahmad ibn Hanbal so'rabdilar: "Ya Alloh, tushunsami yo tushunmasa hammi? Ya'ni o'qiyotganini tushunsa ham, tushunmasa hammi?" Javob bo'libdi: tushunsa ham, tushunmasa ham. Shuning uchun Qur'oni Karimni o'qishning o'zi, xatmonlarda ishtirok etishning o'zi katta daraja, katta